Hoy bolakay, sen meni kimligimni bilasanmi? Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Men sizni kimligingizga tupurdim. Kim bo'lsangiz ham. Menga sizni kimligingiz qiziq emas. Men uyimga ketishni xohlayman. Sen hech qayerga ketolmaysan bolakay. Qayt orqangga. Jinursin toza jonga tegding-ku, kim bo'lsang ham menga qiziq emas, tushundingmi? Yo'lingdan qolma, men ketyapman uyimga. Rostdan ham meni kimligim senga qiziq emasmi? Zaybat qilding. Bo'pti, ayt, kimsan? Kimsan sen? Men Yovuz jinman. Menga faqatgina 3 ta tilagingni ayt. Og'a siz zo'risiz. Sizdan zo'ri yo'q, og'a. Turish qara, bu turish qara. Qomat, bu qara qoshlarni qara, o. Qomat qara, bu mushaklarni qara. Mana shu og'am eng zo'ri o'g'li. Qani bo'la qol, tezlash. Lekin hammasi Yovuz bo'lsin. Yovuz, Yovuz va yana Yovuz tilaklar. Meni tushundingmi, bolakay? Ha, men seni tushundim. Meni birinchi tilagim bu qo'lingni orqa tarafga qarab sindirishing kerak. Na mehr qoldi, na hurmat qoldi. Jin ursin seni. Ming la'nat bo'lsin senga. Lekin afsuski men bu tilakni bajarishga majburman. Mana endi ko'ngling joyiga tushdimi? Birinchi tilaging ketdi. Ikkinchisini ayt. Jin ursin, buni qanday qilding? Bu juda dahshat. Va men maza qilyapman. Endiki navbat seni kimdir ko'zingni urib ko'kartirsin va keyin meni oldimga kel. Qani ko'zimdan yo'qol. Jin ursin seni. Bu amaki jinnimikin ha? Men keldim mana. Men Tayson bilan jang qilib kelyapman. Vau, yuzingizni ko'karganini. Ana endi oxirgi tilakni eshiting amaki. Garuchi, oxirgi tilagim sizga. Mayli, sizga bonus sifatida o'zingiz yetishingizni xohlayman. Shuncha qilib meni deb jabr chekdingiz-ku. Bo'pti, o'zingiz tanlang. Yavka chiqyording. Endi o'zingga kelding, bolakay. Sen endi yo'qsan. Yo, jin ursin seni. Meni tilagimni o'zimga qaytarib ber. Endi kech, bolakay. Sen endi oyoqlarsiz yuriysan. Bu mening tilagim. Jin ursin seni. Adam bo'ldi. Gado bo'ldi. Oh, kut bo'lamiz.